Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrimizning markazida Gidro kollejining yonida yangi qurilgan 5 qavatli binoning lifti 5-qavatında 2 xonali 60 kvadratmetr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tamiz. Remontdan chiqib turibdi, tayyor girib yashaydilaringizlar. Место положения to'sh tushuntirib o'tadan bo'lsak, bedayning Gidro kolleji azizlar. Matematik Salar raqamda Narxuz universiteti, keyin Rayhon bozor, Raktor областной arxiv, bu tarafimizda avtodorожный kollej bilan Gullana ketadan yo'limiz. Zo'r mesajlar joylashgan ekan, suv, svet, gazidan muammosi yo'q, transportlardan muammo yo'q. Shu yerdan 19-18 marshruti o'tib turibdi azizlar. Hem yangi dom, ko'na domning narxida, 2 xona ko'na domning narxida, toza domda 2 xona xonadonimiz azizlar. Kim qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, kelib ustida savdolashib olishingiz mumkin. Qani ketdik, birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. 5-qavatga yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. Yangi domda liftli dom. Girish ishlari bilan yarma damir ishlaridan qo'yilgan, podyezdlar ham akkurat remont bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Girgandan перехожий zonasi, ya'ni koridor joyi, chap tarafimizda to'rda sanuzelli, keyin boshida oshxona, bu yerda spalni, o'ng tarafimizda zal qismi. Eshiklar MDF eshiklar narxi ham zo'r. Azizlar, ko'na dom 2 xonali narxida yangi dom azizlar. Videomuzni to'liq ko'rib borasizlar, hurmatli ko'rib bo'ling, keyin qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Zalimiz eshiklari yarma eshiklardan. Berimiz 3.10 5.60 razmerda ayak teli laminat pol. Registrlari cho'yin registrlardan o'rnatilgan. Divorlar ob'o'y, lyustralar osilgan. Yangi dom, mestas ham zo'r, shahrimiz markazida ob'o'ylar ham ajoyib, mo'shi ob'o'ylardan. Azizlar, oynalar ham plastik ramlaridan. Yurtgansin chiroyli xonadon 5-qavatda, 5 qavatli binoning 5-qavatida liftli domda. Lift ham ishlab turibdi. Muammosiz azizlar. Peshkom chiqaman deb yurmaysizlar, liftda chiqib tushaverasizlar. Bu tarafimiz esa spalni qismi bo'ladi. Razmer 4-30 razmerlarda tushgan oyoq teli laminat pol. Yurtgansin plyumslar o'rnatilgan, devorlar ham ob'o'y. Zalniki bilan bir xil yurtgansin ajoyib mo'shi bo'ladi. Konditsioner bor, artel konditsioner, qadon, bu yerda cho'yin registrlar o'rnatilgan, aynalar plastiklarni, lyustralar ham osilgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bellar ham yana koridorlar ham mo'shi ob'o'ylardan ajoyib qilib remont qilib qo'ydilar. Bu yerda cho'yin registrlari bor, bilasizlar, cho'yin registrlar yaxshi qizdiradi xonadonimizni. Eshiklar MDF eshik, sanuzel, oyoq tellari kafel, devorlar esa odam bo'yidan balandroq plastik bo'lgan, yuqorilari однотонный qilib qo'ydilar. Bu yerda cho'yin registrlari boyning, unitaz, vanna, rakovina qo'yilgan. Bu yerda nasos ham o'rnatilgan azizlar. Suvning napori yaxshi bo'lishi uchun suv cho'chishlar ham bor. Sanuzeldan chiqqandan chap tarafimizda bu yerda oshxona qismi, oshxonamiz ham kichkina emas. Bu yerda mebellar boyning, gaz plita, Duxuntin Nasseni atapinam o'rnatilgan stabilizatorlari bor, reduktorlari bor. Eiffel firma Turesi yaxshi kotellardan qo'yilgan. Royal firma arisollari bor, gaz cho'chichlari ham o'rnatilgan. Bu yerda balkondan meganing, balkondan ba'zida pilar o'rnatilgan. Oshxonamiz razmeriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yana 3.5 metr bor, bundan ham 360-370 lar tushgan. Ob'o'ylar qilingan, ya'ni ob'o'ylar ham ajoyib ob'o'ylardan. Azizlar, lokatsiyasini, место положениясini eslatib o'tadigan bo'lsak, Gidro kolleji yonida yangi qurilgan 5 qavatli binoning 5-qavatida 2 xona kvartira 60 kvadrat metrda joylashgan azizlar. Lift ham bor, lift ham ishlab turibdi. Muammosiz gaz, svet, suvlar gap turibdi. Shaharning xalq markazi, o'qishlar ham yaqin. Azizlar, Gidro kollej, avtodorожный kollej, Narxuz universiteti, Rayhon bozor, yonidan 18-19 marshrutlar ham o'tib turibdi. Hurmatli obunachilar. Dehqon bozor ham 5 minut borasizlar. 19 marshrutlar mezayizlar. Xalasangiz 19, xalasangiz 18 marshrutlar mezayizlar ham bo'ladi. Magazinlardan ko'p muammosi yo'q. Bog'cha, maktablar ham yaqin. Zo'r mesada joylashgan. Narxga to'xtalib o'tsak, azizlar, narxi 380 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishlardan yeri bor. Agar kanallarimizga yangilar bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi ajoyib xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi rolikda görüşguncha xayrlab qolamiz.